Hürmetler, ben sizlerinin sırdaş dostlarla Adile ablanız. Şinjan Peridio Soğutçaklık şirketi xas namını ağan Studioge Kim Keldi programması Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeniden yolga koygan, nakşı muzikaları nak meydanda uğurlanıdığan, ekrandan halkıgan universal sanat programması. Her bir san programımızda nakşı çolpanları söz ve söz bilen dille nakşı eğitidir. Siz Şinjan Sünni Hamra Televiziyasının ammavi ündedar süpsini qoşup elip, özünüz etkan nakşılarını sın arkalık eversiniz, Studioge Kim Keldi programması da çolpanlar bilen birge nakşı etiş fırsatı erişeleysiz. Her bir san programımızda mestanlarımızga çolpanlar bilen nakşı etiş fırsatını verimiz. Sizlerning programımızga kızgın katlaşıp, çolpanlarımız bilen birle nakşı etiş fırsatı erişinglarni chin dilimizden ümit qilamiz. Salam ekran olduk dostlar, yaxshimsizlar. Ben Alfira Ablikim. Bu yıl Şinjan Daşyo'nun iqtisod kasbini bitirdim. Bu qitimliq Studioge Kim Keldi degan programma qatnashganimdan intayin xush bo'ldim. Endi qarab baqaylik, bugun studiyamizga kim kelgandi? Adile, yaxshi geldiniz. Studioge Kim Keldi programımızın aziz mehmoni, yaş çolpan Adile. Geldi mana. Qani. Mana Adile. Adile bir boptu, kulaqlari ding boptu deb ikkimiz bu programda birga hamkorlashadigan bo'ldik da. Tunji qatim ikkimizning bir programda birga chiqishimiz deyman. Shundoq rost tunji qatim, siz kesib bomlashtirib olgansiz. Yaqay. Mushundaq nadir programmalarda ko'pchilik uchun mulozimat qilaylik dedik-ku. Pek yaxshi bo'pti Adilada. Mana Adila, men siz bilan bir maktabni o'qigan, ikkimiz bir maktab Şinjan Daşyo'ni bitirgan. Voy, Adila adam bilan o'xshash bir maktabdashganmiz-ku. Men ingliz til kasbini o'qidim, siz Ben xanz tilida o'qidim. Xanz tilida o'qidingiz. Adila degan ismda sizning bir orqa ko'rinish bormi? Men o'qib dadam bir romandan anglab yaxshi ko'rib qilib Adila deb qo'yib ismimni sizning-chi? Meninkini isli Adiljon deb o'ylab olgan gap meni. Keyin tug'ilgandan keyin qarsi qiz bola, shuni bilan Adila deb degan gapda. Adila, sizning qobiliyatingizga haqiqatan qoyilman. Sizni tamoq atganda ancha-muncha ilhomi kelib, shu vaqtida bu naqshlarni yozib atgan deb anladim. Tamoq atganda. Amaliyotda mana shu tamoq atganda yolg'iz qolmadi. Bu ijodiyat degan siz yolg'iz qolganda kelgan narsa. Ba'zi bir ijodiyatlarim haqiqatan qozon beshi chiqqan. Qozon beshida. Siz nima tamoqni etishni eng yaxshi ko'rsiz? Men suyqash. Nima degan yaxshi suyqash etish jarayonida va yoki tamoq etish jarayonida sizning ijodiy tafakkurlaringiz qanot qaqidi-da. Gumiraga yezpagan argi bir navbat degan bir naqsha. Shu qozon beshida chiqib ketgan naqsha. Shundaqmi? Lekin endi u ana nusxasida, endi dastlabki nusxasi. Biz shu programni ishlash jarayonida to'g'ri sizning naqshlaringizni e'lon qildik. Sizning nurg'un mastanlaringiz bizni izladi. Onundan başqa nurg'un tomoshabinlarmi, mastanlaringizmi nurg'un savollarni qo'ydi sizga. Mayli, qanday savol so'rashidan qat'iy nazar. Jiddiylashmang. Qanamsa Adila ekranga qarab, o'zingiz yaxshi ko'rgan sondan birini tanlang, shuning savoliga javob bermangsiz. Shu birinchisi ko'zim chiroyli ko'rinadi. Birinchisimi? Hey, tamamdaki dostlar, Adile'de yakıştırdığımı ümit tursundan Allah'a otlu salam. Belki Adile'den mestanlarının sual soraş baskıçıda menen çıkıp kılışımda oylap bakmagan buluşu mümkün. Ama Ras oylap bakmagan üstüm bilen menen sualım var. Əmələngi məlum R&B uslubu bolsa hazır yaşlar intan yaxşı gördüğün nakşı uslub bulup hesaplanıdı. Ondaqda menen sualım Adile'de siz R&B uslubu bilen qaçandan başlap uçraşdınız? Şundaqla R&B uslubunu öz naqşlarınızı canlıq ifadələşdə qaysı tərəflərə bəkərək əhmiyyət verdiniz? Hey, Ümit aka shunaq men so'rmoqchi bo'lgan savolni so'rdi ya. Ajab yaxshi, men so'rmoqchi edim. Bu bizning yosh talantli riyosatchimiz Umid Tursunningmi bizning programmamizda saviyasi bor, salmoqi bor. Mana butun tomoshabinlarga, bizning ko'rmanlarimizga vakolatan bugun menga chiqishini men o'ylamabdiman. Haqiqatan nihoyatda jonliq bir savol so'radi deb o'yladim-ku. Meningki moda uslub
Nakşi Xanşi dep şu köpçülük koyup algan meselerim koyup algan bir ismim var deyip ben özüm koyup almagan şula. Lekin ben bunun ameliyatda şu R&B uslubdaki nakşini etkinim sebep bolup kalganda. Eng dastlab men R&B uslubdaki nakşlarimni o'ttir maktab vaqtida o'rgangan shu chog'da. Shu chog'da butun dunyo miqyosida R&B nakşi etadigan nakşchilarninki shunchalik danq chiqqan. Masalan, Michael Jackson deymiz, Mariah Carey, anikin bizniki davlatimizdagi nakşchilarning Levin, Joey qatorliq işte hammasi azdır köptür Wangli Xonglardan da R&B uslub nakş etadi. Shu chog'dan boshlab izdangan ham shu chog'dan boshlab etib mashq qilgan. Demek xeli bo'ldi bununğa degan gapda. Bu R&B uslub mağmı aldımda bu bir yeni bir boşluqdek hesaplandı. Bak baştan ahiri bu şu hissiyatını R&B hissiyatını lıqqını sındırıp esam xuddi bir başqa naqshlarni anglayotgandek his qilib qoldim. Tuyuqsizlamandek yangicha bir xil uslubni damanliqqa qabul qilinmasligi mumkin. Şoňlaşqa qanday qilsam qabul qildi degan bir masala ustida men bak uzun ketdim. R&B şekilden çıkartmay, aşı şekilden çıkartmay turup, yani özümüzninki ba'zi bir yaxshi ko'radigan detallarimizni, hissiyatlarimizni içiga jug'urib turib, yani bir şekil çıqarmak bu haqiqatan oson emas. Siz tekstlarga qarabla aşningga bir muzik salalaysiz. Men yaxshi ko'radigan bir koplet tekstni ağaç keldim. Aşnağa bir muzik hazırladım. Bir koplet. Mayli R&B uslubu bulamdı və yoki körp eqib, özünüz yaxşı görgən bir uslubda naq meydanğa tomoshabinlarimizga bir qabiliyetingizni namoyon qiling. Aytib olayım. Gözümdeki bulaklar söygü tükkendey, Levimdeki cinestiler bakı köşkendek, ben şamal yenimden gülüp ötkendek söyleyimen ayallıkımdın söyleyimen ayallıkımdın. Mana Adile, naq meydandılar. Şunçilik çıraylık bir tekstga qarab, buningdimi çıraylık bir muzikani naq meydandılar chiqarib berdingiz-da mana. Sualimizningki Rəddət bo'yicha men bu da ikkinchi savolni tanlay. Adilada yaxshimi Mangulbanu, sizdan bir savol so'raydigan. Siz tunji qadimliq ijodiy naqshingizni qachon yozgandingiz? Ko'nglimda utuqliq bo'ldi deb hisoblagan eng tunji ijodiyatim beshafqat. Buni qachonda? Oliy maktab 3-yillikda o'qiyotgan vaqtimda. Keyin to'xtag'an ham she'rnim yozgan ekan, tayinlik o'zim naqsh olgan ekan, o'zim melodiyasini yezitay deb san'at maktabdagi o'quvchi bolalarning kitoblarini aklab, men o'zim o'zligimdan o'rganib, eng muvaffaqiyatli chiqqani shu vaqtning o'zida shu beshafqat. Beshafqat. Beshafqatdan bir koplet anglab etaylik. Hasretlerimden aldın nefes, aram vermezsin hacep. Yıkılsam kademlerine, hatta bu sevgim benim akıvet. Uzak Pek çıraylık çıktı. Endi sizden soraydigan 3-cü sualga kanchisini? Bu da riyatını bozup 5-sini tanlay. 阿迪拉老师您好，阿迪拉老师呢可以说是本土青年歌手中的佼佼者，发布的歌呢也都是首首堪称经典。但据我所知，您大学专业与声乐一点关系都没有。那您歌唱的这么好，当年大学专业为什么不选择与声乐相关的呢？ Bu mu bana bir arman bo'lib qoldi yadilar daras gap qilsam. Shu vaqtning o'zida mening dadam
mayli sen qaysi kasbni qilma, shu bek o'qimasang bo'lmaydi. Agar sen san'atchi bo'lgan bo'lsa, sen universal sapaying texmi yuqurimi sunmaydi. Sen texmi jiq bilimga ega bo'lgan vaqtingda, andan keyin bir yaxshi san'atchi bo'la olaysan. Shunga o'qu deb plash dadamning arzusi bo'yicha. Bu hissiyatni men bek tushunaman Adila. Siz shu dadangizning arzusi bo'yicha Dadamın özünüzün arzusudan dadamның arzusu bo'yicha Şinjan'da şurada o'qidim. Hey, adil adamlar hatta keçirmişim o'xshaydigan. Mening burun naqshkash o'qimadı. Hey, Turpan Idiqut rayoni üzümchilik bozoriga ishga tushdim. Shu bir ishlab ketgancha dehqonlarning turmushiga, shu yezi turmushiga boshchilab cho'kib ketdim. Amaliyotda hozir o'ylab baqsam, mening hayotimdagi eng ahamiyatli, eng ma'nili kunlarim shu bo'ldi. Meni hozir avatligi yuqori bo'layotgan yaxshi masalan Nafisa, Bahar, Karvon degan naqshlarimni shu yerda ijod qilgan. Demak, Turpandagi mushu xizmatingizmi sizga nisbatan nihoyatda ko'ngillik, sizning ijodiy tafakkurlaringizni uyg'otgan gapda, turmushga yaqin, tabiatga yaqin, tabiiylikka yaqin bo'lgandan keyin men sizga bir rasm ko'rsatib qo'yay hozir. Aytgandim. Mavsiz Adila. Sarxil ranglarda ko'ylak kiyganman o'zim. To'xtu fotosi 2009-yili 8-ayning 26 kuni. Demak 11 yildan eshibdi, ha? Biz 3 kun üzüm bayrami qilgan chaqda biz shu üzümchilik yezdagi bütün üzümlarni bizning idoradan men setishib bergandim, ko'rgazmaga qo'yib. Demak, siz Turpanda haqiqiy bir turmush yugunibsiz. Maqsadimiz shu turmush kuchukish. Bütün yerlarga chechak bayramida chechaklarga ichilib ketgan vaqtida degan shu tuproqdan bir xil attirib turaydi deb. Chechak bayrami bo'lgan vaqtda sayohatchilar kelib shunda xil qaynam tashqilliq cho'mgan bir manzara paydo bo'ldi-da. Lekin shu manzaraga mos keladigan bir naqsha yo'qdek his qilib qoldim. Ammo shunda vaqtlarda bir qo'ydigan bir naqshadan birini yozaychi deb shu kun kashil ilhom kelib bahor degan naqshani shu chaqda yozgan. Biz haqiqatan shu tabiat bizga ko'p ilhom berdi. Ilhomlarni berdi. Tabiatdan ko'p narsalarni biz qabul qilamiz. Kichik vaqtimizda tabiat anam degan naqshingiz bilan shunday tonilgandingiz-ku. Rahmat. Bek yaxshi ko'rib shu chaqda yangi naqsh o'rgangan vaqtlarimda sizning naqshlaringizni, Abdulla akamning naqshlarini, Izzat Ilyos adamning naqshlarini, Oysugul adamning naqshlarini o'rnak qilib o'rganib aytdim. Men shu tabiat anamni 19 yoshimda aytgan. Adila rost, sizmi tabiatdan ko'p ilhom olibsiz, tabiatni hammamiz suyamiz. Tabiat haqiqatan bizning onamiz. Tabiat onamiz biz ko'p ilhom berdi, bizni o'stirdi. Sizni naqsh chiqqandan keyin sizni aytib kashkishmay aytqazdingmi? Tabiat onamni ko'p aytaylik. Çıkımız eğitimiz, Әпкелсән bahar, gül bulup içilmakçı bolsam mən əgər. Kökdə gün nuru çaçar, Vuraysan nəfəs alsan faru əmbər. Təbiyyət, anam sənkən qanat bərdin, Uçar kökneyip pervazın kıran bürkütek, Mihrindin, cismindin hayat verdin, Senimde akar suyun akstek. Adile, biz musiksiz nakşlarını orullap, hayacalanıp otadık bayatı yaqi. Türkiye çayla kem kaldı yani. Mar sahnede bizden muzikantlarımız taxtıl saqlab turupdu. Mana əmdiki növbət bolsa, Studioge kim keldi programımızın naq meydanda orullaş sahnasiga keldik-da. Mush naq meydanda ünge aldı. Mush naq meydanda ünge alımız. Anadaki bu plastinkaga algandan bunu sizga so'q qilamiz, xotira qilib saqlaymiz. Amsaman, tas yaxshi ko'rdigan naqshlarimni aytib olaychi. Ajab yaxshi. Naq meydanda naqsh etishbek hozir ish. Qaysi naqshlarni ag'ash keldingiz? Men bugun o'zimningki yangi ijod qilgan naqshlarimdan ishchanlar naqsi. Andın yaşlarga tab qizg'anchiq deb bir muhabbatlik bir naqsh yozgan shu naqshamni. Uningdan keyin güzelliksizlarni, siz yaxshi ko'radigan güzelliksizlar degan naqshamni. Andın R&B uslubda yozgan uchrashganlar degan naqshamni yetib keldim. Bizning sahnamizga qil marhamat.
Sınap aqli avvala ovozni. Ha, bas. Ha, yaxshi. Bo'ldi. Jampan. Adila siz bir sinib ayting ha? Went. Yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi hamsa. 3, 2, 1. Sahar tuyg'usi she'rim turib ishlashni demasam buncha baldur ko'z aşkım yo'q. Aram bermez qo'ng'ira jahandarchilikni demasam turg'un yo'q, qish turg'un yo'q. Ish arkishtim barkat deb kel, ish omad deb kel, to'g'ri minib kel. Ish arkishtim barkat deb kel, ish omad deb kel, to'g'ri minib kel. Bekar yatqandın, bekar g'oyish. Ishlaganlar ishlaydi, sahar turgan qushdan yeydi. Ishmaganlar uxlaydi, ishlaganlar ko'klaydi. Ishmaganlar ishlaydi, sahar turgan qushdan yeydi. Bekar talat odamga qaldi bersang bu qo'shilmas. Kim ansat bekar yurgan sat. O'zing qarayligunicha kuchingni haraylay. Sana am talayaman. Ish arkishtim barkat deb kel, ish omad deb kel, to'g'ri minib kel. Arkishtim barkat deb kel, ish omad deb kel, to'g'ri minib kel. Ishla ish, talada ish, bekar yotqandin, bekar g'oyish. Ishlaganlar ishlaydi, sahar turgan qushdan yeydi. Ishmaganlar uxlaydi, ishlaganlar ko'klaydi. Ishmaganlar ishlaydi, sahar turgan qushdan yeydi. Uyda ish, talada ish, bekar yotqandin, bekar g'oyish. Ishmaganlar uxlaydi, ishlaganlar ko'klaydi. Uyda ish, talada ish, bekar yotqandin, bekar g'oyish. Ishlaganlar ishlaydi, sahar turgan qushdan yeydi. Ishmaganlar uxlaydi, ishlaganlar ko'klaydi. Sahar turgan qushdan yeydi. Ishla ish, talada ish, bekar yotqandin, bekar g'oyish.
Adila, yaman çıraylık, yaman canlıq aytib attınız cümü. Rahmet. Hasta hayacanlanıp otladım. Resmi özümni aşı kopupla zade işleşim gerektek his qıldım bu naqşını Özüm şunda anlap. huzurlanıp aytib aldım. Demek, muşu naqşını siz bugün birinci bolup tanlapsız, birinci aytışqa. Bunun da özünüzde bir maqsad barmı qandaq? Bu mama yaqında ijod qilgan naqshlarimning ichida o'zimga eng yaraydigan bir naqsham. O'zininki barligi bilan ishlaydigan emgakchilarga shunaq bir naqsh yozib bergim keldi. Sizning muştaq aktiv temalarınız, sizning coşqulluğunuz, sahnedeki qiyafetiniz, mayli naqshchilar bo'lsin va yoki mastanlarınız bo'lsin, hatto barliq ko'rmanlarimiz bo'lsin, hammasi yoqtiradigan bir taraf deb o'ylayman. Shuningga davomliq shundaq melodiyalarınız uzunlasin. Endi bir tezroq, jo'shqinroq yoshlar uchun bir naqsh aytib beraylikmi? Degan yaxshi. Bizning bu sahnamizda hamma temalar yorqin ifodalanadi. Cho'qim aytmasam mayli. Qoldi. 3, 2, 1.
güzel aytıp Bu çıdımaz azırak muhabbetlik mazmunni içige ağan. Qızvalının kiçikkina əkiləşləri var. Onunğa, Ən mühimi bevasitəli ifadelangan. Bevasitə Udullar. ifadelangan, bək tatlıq yazılğan məstanılar arzusunu əməlgə aşırış basqıcı hazır başını nişalda turvatıdı. Əmdi səhnəyə sizin məstanınız Elfirəni təklif qısaq. Qani, mərhəmət. Mana Elfira qız keldi. Chiroyli qizga. Chiroyli qiz ekan, Ben o'zingizga chiqarsam o'xshash. Yo'q, chiroyliqlar bizning sahna tang javlon qilsa, texmi go'zal bo'ladi. Shundaqmi singlim? Sahnamizga kelganingizda qarshi olamiz. Jiddiylashmagansiz? Jiddiylashmadingizmi? Ben bundan vaqtda sahnaga chiqsam pek jiddiylashdim. Nim degan Elfiradagi cho'ng bo'sib olqish bor-da mana. Hajab xo'sh bo'ldim hamsa. Ishqinglarning tang aytadigan naqshisi. Güzellik sizdə deyə naxşını tanıyırıq. Güzellik sizden tang aytsizlar. Güzellik sizde, güzellik sizlerde, güzellik sahnamızda bo'lsin. Sizdə mən. Oy, rahmat. Qanamsa. Elfira, ikimiz bölüşüp aytaylik. Birinci böləknin birinci, ikinci misrasını mən aytay, 3-4-nü siz aytdın, təkrar qismini tan aytaylik. İkinci böləknin birinci, ikisini siz aytdın, 3-4-cü misrasını mən aytay, tan aytaylik. Anda laylaydigan bir yerini birinci, ikinci misrasını mən aytay, 3-cü, 4-cü misrasını siz aytdın. Aytalay sizə. İsmini saxladınız, hə? İsmini tutub aldım. Muzikat valla. Başlap getdik. 3, 2, 1. Hürmetli körmenler, Şinjan Paradiyo Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan Studioge Kim Keldi programımız davamlaşmakta. Dağlar güzel, orman güzel, ay güzel, gül gülistan bak güzel, cananlar güzel. Dağlar güzel, orman güzel, ay güzel, gül gülistan bak güzel, cananlar güzel. Sumbul sayları yel bölüp durar güzel, davran güzel, beş güzel, armanlar güzel. Bir sehir var gözlerimizde, güzellik var fikrimizde, muhabbet var, sadakat var, bu hayat güzel. Güzellikte yar edin akşam, söygütümü bakar derya, mihir bilen küler dünya, el yurt makan güzel. Güzellikte muhabbet var, söygü var, iştiyak var, arzu var, güzellik sizde. Güzelliğini söyle her kimden adır, her yol eder amandır, baydur, zerdardur. Bir sehir var gözlerimizde, güzellik var fikrimizde, muhabbet var, sadakat var, bu hayat güzel. Güzellikte yar edin akşam, söygütümü bakar derya, mihir bilen küler dünya, el yurt makan güzel. Güzel. Var gözlerimizde, güzellik var fikrimizde, muhabbet var, sadakat var, bu hayat güzel. Bir sihir var gözlerimizde, güzellik var fikrimizde, muhabbet var, sadakat var, bu hayat güzel. Güzellikte yarın akşam, söygütümü bakar derya, mihir bilen küler dünya, el yurt makan güzel. Makan güzel.
Qanchalik yaxshi eshitdingiz? Nima degan güzel. İkisinglarda tağlar güzel, dağlar güzel dedinglar. Meningcha sizlar eng güzel, sahnamiz eng güzel bo'ldi degan rahmat. Qalbida minnatdorlik bor. Hamma narsani suydigan, turmushdan, hayotdan rozimanlik bilan, minnatdorlik bilan yashaydigan odamlarga butun narsa güzel ko'rinadi, ha? Adila, shundaqmi? Güzellikni so'ygan har qalb shunchalik dana, har yo'llari ravon, shundaqla boy, zardor deb aytgan shundaq. Yashaydi-da, bu hayotda. Güzellikni bayqashni bilish kerak-a? Ham Alfira singlim buningga qo'shilib, texmi bir güzel melodiya yangridi deb o'yladim. Alfira bugün biraz ciddileştiniz mi? Ciddileşdim. Ciddileştiniz mi? Lekin ben fakat ciddileşkendek tuyulmadı. Qarasam Adila şundaq canlıq sizni yeteklep. Peşede bizler ciddileşken ben özlemge qartib aldım. Doğru mana. Şoňa davamlıq meni stas tutdu. Albatta. Ben bize ensirgendim lekin ovoz bek sazga jaranlıq çıktı ovozi. Mana Alfira hoş buldunuzmu? Hoş buldum ada. Endi oxirdagi naqshingizni men Alfira bilan pastda o'ltirib anglayman. Qaysi naqshni o'rlaysizki? Yaqinda qilgan ijodiyatlarimdan uchrashqanda degan R&B tipdagi naqshamni sovg'at qilsam. R&B uslubi sizning tipik bir uslubingiz bo'ldi-da. Üç, iki, bir. Quşlar bu mən bilən
hamma kishininki o'zi yaxshi ko'radigan biror jumla so'zi va yoki ahliya so'zi va yoki maqol tamsillari bo'ladi-ku. Masalan, siz yaxshi ko'radigan so'zni bir jumla so'zga yig'inchoqlasak, siz nima deysiz? Ben özümge şu arqab tiklib olgan bir sözüm başın desem bulamı? Albatta. Aman birisi sizdek yaşaş gerek. Demek o'zingizning kishilik ko'z qarash, dunyo ko'z qarashlaringizdan mana mushundaq yakunlarni chiqaribsiz. Studioge kim keldi programmasi orqali yangi ijodiyat naqshlarimni ko'pchilik sinalganimda intayin xursandman. Ben özüm naqsh kasb o'qimagan bo'lsam-mu, bugun Adila sizda qadam bilan birlikda naq maydon sahnada naqsh etganimdan intayin hayajonlandim. Gerçi jiddiylashgan bo'lsam-mu, buni o'zi bir men uchun ilhom va o'rganish fursati bo'ldi deb o'ylayman. Hürmetli ko'rmanlar, Şinjan Paridio Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan Studioge Kim Keldi programmasının muşsani muş yerde ayaklaştı. Kelerki sanda Studioge Kim Keldi programımızga yani qaysı azmitman kilodu. Diqqatiniz Studioge Kim Keldi programmasıda bolsun. Kelerki sanda görüşeyli. Hayır hoş. Ayanlıqdır bir sahne kelib ketiş bar. Hikayem var, külken var, qadam izim var. Keler kimler keter kimler uzak çıraylık anlanglar üylürünni kadirlik dostlar. Hayatlıqdır bir sahne kelib ketiş bar. Hikayem var, külken var, qadam izim var. Keler kimler keter kimler uzak çıraylık anlanglar üylürünni kadirlik dostlar. Gonna make you clap like